O'zbekistonni 2030-yilda tasavvur qiling. 30-yilgacha aholini 90%gacha ekologik madaniyatni shakllantirish maqsad qilib qo'yilgan. Ekologik madaniyat o'zi nima? Ekomadaniyat bo'yicha o'sha yaponlarnikini kuzatib qoldim. 90% amaliy dars. Endi O'zbekistonda ham atrof muhitga oid bo'lgan ma'lumotlarni ochiq olish imkoniyati paydo bo'ldi. Konstitutsiyada ham kiritildi. Har bir fuqaro aniq ma'lumotni olish huquqiga ega deb. Uyingizda qaysi chiqindini saralaysiz? Shisha. O'zbekistonni 2030-yilda tasavvur qiling. Havo tozaroq, shaharlar ko'kalamzor, odamlar atrof muhitga ongli yondashgan. Bu maqsad va harakatlar ertaga emas, balki bugundan boshlanadi. Barchasini o'zgartirishga qaratilgan birgina daraxt ekish, birgina odat, bir g'oya bilan boshlanadi. Bugun biz Yashil suhbat davomida nafaqat yuridik matn, balki millatni uyg'otish rejasi mujassam bo'lgan qarorni muhokama qilamiz. Nega ekologiya davlat ustunligiga aylandi? Millionlab bolalarda yashil fikrlashni kim shakllantiradi? Har birimiz, aynan siz va biz ana shu katta burilishning bir qismiga aylanishimiz mumkin. Ushbu son nafaqat suhbat, balki butun mamlakatga yordam beradigan o'zgarish, harakat, ongli yondashuv taklifiga bag'ishlanadi. Siz bilan Yashil suhbat podkasti va studiyamiz mehmonlari Obidjon Ergashev va Ilhom Masalimovlar. Assalomu alaykum. Obidjon Ergashev, Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti ilmiy kotibi, texnika fanlari va falsafa doktori. Ilhom Masalimov, bloger, tabiat bir uz asoschisi, ekofaol. Hamma ekologik bo'l deydi. Bu o'zi nima degani? Ya'ni chiqindini tashlamaslikmi yoki xulq-atvor va odatlarni qayta ko'rib chiqishmi? Umuman olganda ekologik madaniyat o'zi nima? O'rinli savol bo'ldi. Ekologik madaniyat bu oiladan boshlanadigan tarbiyani bir bo'lagi hisoblanadi. Asosan ekologiya so'zidan kelib oladigan bo'lsak, bu tabiatni o'rganish, o'sha hayvonlarni o'rganish, o'simliklarni o'rganish, atrof muhitni muhofazasi, bularni hammasini jamlagan holda bitta so'z bilan ekologiya deb qisqartirilgan bu so'z. Hozirgi kunda ekologiya deganda tabiatga bo'lgan munosabat, ularni resurslaridan oqilona foydalanish, o'simliklarga, hayvon turlari, yovvoyi hayvonot dunyosi, bularga ozor bermaslik va suvlardan, energiyalardan tejamli foydalanish hammasi kiradi. Ekologik madaniyatga kiradi. Mana hozir yuqorida ekologik madaniyatlar haqida sanab o'tildi. Siz ana shu ekologik madaniyatlarni ongli ravishda o'zingizda shakllantira olgan insonsiz. Bekorga ekofaol bo'lmagansiz. Umuman bu harakatga qanday kelgansiz? Qanday bir holat yoki kuzatuvlaringiz turtki bo'ldiki, siz ekofaol bo'lishga qaror qildingiz? Men o'sha tabiatni yaxshi ko'radigan inson bo'lganman. Ko'p o'sha o'zimizga qulay bo'lgan, o'zimizga yaqin imkoniyatimiz yetadigan hududlarga, o'sha asosan tog' hududlariga sayohatlarga chiqib yurardim va albatta unda ijtimoiy tarmoqlar bilan holatlar rivojlanmagan edi. O'tgan yili kichik lavhalar olib, o'sha internet sahifalarida yurishni boshladik va sekin-sekin o'sha podpisчик deymiz-ku hozirgi tilda, obunachilar ko'paygandan keyin o'sha kuzatuvlarim davomida sayohatlarda, ayniqsa mana shu hozirgi o'sha bahor, yoz oylari asosan turistlar tog'larga chiqishadi. Tabiatga yetkazilayotgan kichik zararlarga ko'zim tusha boshladi. O'zimcha o'yladimki, demak mana shu ijtimoiy tarmoqlarda faoliyatda mana shu narsalarni sekin-sekin targ'ib qiluvchi lavhalar yoki bo'lsa o'sha istoriya deymiz, stories deymiz yoki jonli efirlarda o'sha tog'larda harakatlanish yoki bo'lmasam o'zlari bilan olib kelgan chiqindilarni olib ketish yoki bo'lmasam o'sha uzoq masofaga boriladigan bo'lsa, o'sha har bir hududlarda ekologiya vazirligi hududidagi demak milliy bog'lar, qo'riqxonalar, o'rmon xo'jaliklari tashkilotlarida o'zlarini post, ya'ni budkalar, o'sha qurilgan maxsus joylar, bu yerda inspektorlar faoliyat olib boradi. Ana shu inspektorlarni har doim ular instruksiya bilan chiqaradi turistlarni, misol uchun qanday harakatlanish, nima qilish, tozalik, hayvonotga zarar bermaslik, inspektorlarning bergan instruksiyalariga amal qilishliklarini ko'proq yoritib boramiz. Mana shulardan boshlandi dastavval o'sha faoliyat shundan boshlangan. Keyin sekin-sekin murakkablashib jiddiy mavzularga o'ta boshladik. Nega axborot ochiqligiga qaramasdan, ya'ni atrof muhitni muhofaza qilishga doir bo'lgan chaqiruvlarga qaramasdan insonlar haligacha o'sha tabiatga zarar berish odatidan qutulmayapti? Sabab nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kungacha bilinmas edi. Masalan, tabiatga zarar yetkazganlari, suvga ifloslantirish yoki boshqa chiqindi axlatlarini xohlagan joyiga tashlash yoki boshqa ko'rinishdagi mana shu ekologik madaniyatni yetishmasligi tufayli birdaniga hozirgi kunga kelib mana iqlim o'zgarishi orqali sezila boshladi. Hozir mana ko'rdingiz, Toshkent shahrida chang bo'ronlar
kuzatilishi boshladi. Bu narsalar mana shu antropogen omili, inson omili hozirgi kunga kelib bu bitta tashkilot tomonidan yechim emas, aholi tomonidan yechim bo'ladigan madaniyatni kerakligi talab qilindi hozirgi kunda. Mana hozir bilim yetishmasligi deyapsiz. Umuman O'zbekistonda ekologik ta'lim tanazzuli qay darajada bugun? Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan juda ham yaxshi ishlar amalga oshirildi. 2 yil oldin 174-qaror bilan Green universiteti tashkil qilindi. Uni qismida maktab ham bor, bog'cha ham bor. Eko bog'cha, eko maktab, eko ta'lim, masalan, oliy ta'limi bu narsaga hozirgi kunda mana yechimga asos bo'lyapti. Hub and spoke tamoyili asosida ingliz tilida yangi yo'nalishlarni qamrab olgan holda o'sha Green universiteti faoliyatini yuritgan. Mana shu yil birinchi qaldirg'ochlarini, magistrlarni, ya'ni ekolog kadrlarni chiqarishni boshladi. Ekologik madaniyatni shakllantirishda bir necha bor aytdingiz, bilim asosiy muhim rolni o'ynaydi. Umuman mana shu ta'limda majburiylik yoki ixtiyoriylik qaysi mezonga ko'proq asoslangan holda mana shu madaniyatni shakllantirish kerak deb o'ylaysiz? Endi ixtiyoriy bo'lish kerak. Baribir mana shu respublika miqyosida asosan qarorlar bilan nazorat qilinsa, ularga erishish osonroq bo'ladi qarorlar bilan. Endi bu eko madaniyatni shakllanishida o'sha aholiga yoki umuman insoniyatga yetkazishda turli xil misol uchun omillar bor. Misol uchun san'at, madaniyat, media, mana bugungi kunda ijtimoiy tarmoq yoki ta'lim hammasida baribir o'sha harakat qilish kerak ekanligi maksimum deymiz-ku. Maksimum harakat qilish kerak yetkazishga. Qaysi ma'nodaki ongli xohish paydo bo'lishi uchun. Albatta, ongli xohish. Misol uchun mana falsafada san'at to'g'ridan-to'g'ri ta'sir etuvchi kuch deyiladi deb ta'rif beriladi-ku. Misol uchun mana bitta film orqali tarixiy film deydigan bo'lsak, misol uchun tarixda hech kimga o'qita olmagan narsani bir aktyorlar orqali, musiqa, bir jang sahnalari yo bir shiddatli bir voqeliklar orqali insonga misol uchun bitta tarixiy shaxs yetkazib berish mumkin-da. Narsani aytib ketmoqchi edim. Shu o'rinda balki ular ham shu lavhalarni ko'rishsa, hisobga olish yaxshi bo'ladi. O'sha turistik firmalarda gid deymiz-ku, ularga o'zlariga ham bir meni o'zim chaqirig'im deb qabul qilishsa yoki bir taklif degan sifatida sayohatga insonlarni olib chiqib ketayotganda ular misol 20 ta, 30 ta, 10 ta, 40 ta olib chiqib ketishadi. Albatta o'sha chiqishdan oldin yo'riqnomani yaxshi tushuntirib, albatta ular ham o'zini hissasini qo'shsa yaxshi bo'lar. Chunki men ko'p joylarda ko'raman, shunda keldi, tap kiyinishadi, tushuntiradi, bunday qilamiz deydi, ketaveradi. Albatta o'sha yerda sayohatga yangi kelgan insonlar bo'lishi mumkin. Nima qilish kerak, qanday tabiatdan o'zi qanday foydalanish kerak, shularni aytib o'tib ketishlarini ham bir iltimos qilgan bo'lardim. Ma'lum bir sohani faqat shu ta'lim desa ham bo'lmaydi yoki faqat media ishlash kerak desa ham bo'lmaydi yoki masalan faqat o'sha mutasaddi tashkilotda ishlash kerak desa ham bo'lmaydi. Kerak bo'lsa har bitta fuqaro har bitta o'zini hissasini qo'shishi kerak. Ilhom aka, mana yuqorida hozir ekologik tashabbuslaringiz haqida aytib o'tdingiz. Umuman obunachilaringiz sizni mana shu xatti-harakatlaringizga odatda qanday munosabat bildirishadi? Izohlar deymiz-ku, izohlarda o'sha rasmdagi ham olib qo'yganman. Haqiqatan baribir ozgina bo'lsa ham tanqidiy yoki bo'lmasam o'sha chaqiruvlar deymiz, tozalikka yoki o'sha qonun qoidalariga amal qilish bo'yicha qilgan lavhalarimizda baribir natijalar kam foizda bo'lsa ham bo'lganini guvohi bo'lganman. Ekoturizm yo'nalishi deydigan bo'lsak, o'sha chiroyli joylar, ko'llar, o'sha lokatsiya, sharshalalarni ko'rsatganimizda va o'sha yerdagi targ'ibot mavzularda gapirganimizda effektlari bo'lgan va odamlar buni izohlarda qoldirishgan. Ba'zi bir joylarning lokatsiyalarini bermaganimizda jahl qilishardi odamlar. Nima uchun lokatsiya bermaysiz, unaqa deb. Shu holatlarni odamlar ko'zi bilan ko'rib borganda haqiqatan ayrim insonlar, endi hamma emas, albatta axlatlarni tashlab ketishligi yoki bo'lmasam o'zidan olib kelgan narsalarni qoldiqlarini olib ketishini ko'rib, insonlar haqiqatan o'sha izohlarda ko'pincha munosabat bildirishgan. Haqiqatan bundan xafa bo'lish kerak emas, bu blogerdan lokatsiya bermasa yoki bo'lmasam bizga har xil o'sha tanqidiy ruhdagi gaplarni gapirsa hammamiz jahl qilib buni so'kib izohlar yozasizlar. Lekin men shu narsani ko'rib keldim. Har bitta odam borganda bu narsaga amal qilish kerak ekan degan narsalarni izohlarda qoldirishganini ko'rganmiz. Va bu tabiiyki haqiqatan bugungi kunda demak ijtimoiy tarmoq ham befarq emas. Befarq emas. Insonlar sekin-sekin o'sha eko madaniyatni shakllantirishi bir dast avval bosqichlari baribir ko'zga tashlanadi va biz buni qo'limizdan kelguncha doim harakat qilamiz. Postlar qoldirganimizda ham o'sha albatta tabiatni asrang, hashtaglar yoki bo'lmasa o'sha tag deymiz, mavzular albatta yozib qoldiramiz. Nima deb o'ylaysiz? Ekologik qadriyatlarni haqiqatdan idrok etish va umuman ongli ravishda anglashda yoshlar va yosh kattalar o'rtasida qanday farq bor? Kim ko'proq xayrixohlik bildiradi?
O'zimiz yoshligimizdan aytadigan bo'lsak, o'sha oddiygina ariqdagi suvlarni tozaligi uchun ichganmiz va foydalanganmiz. O'sha ota-bobolarimiz har doim ta'kidlab kelgan suvga axlat tashamanglar yoki suvni ifloslantirmanglar degan, suvni juda ham qadrlashgan. Shuning uchun o'sha paytdagi qadriyatlar juda ham mustahkam bo'lgan deb o'ylayman. Hozirgi kunda suvni tejash yoki suvlarni korxonalar tomonidan ifloslantirishi, o'zimizning xonadonimizdagi suvlarni tejamaslik, suvlarni hovlilarga sepish yoki ulardan oqilona foydalanmaslikdan ko'rishimiz mumkin. O'sha paytlari ham suvlar sepilgan. Lekin Obidjon aka, ha, shuni aytmoqchi edim. O'sha paytlarda meni esimda bor, bolaligimda hovlida kranimiz ochiq turardi ertalabdan kechgacha. Aytmoqchiman, oldin qaytanga ko'proq qadrlashgan bo'lishligi mumkin, lekin tejash degan tushuncha bo'lmagan deb o'ylayman. Hozir mana akamiz aytganlaridek, haqiqatan bolalikda shaxsan mana hozir 37 yoshga to'ldim. Nonlarni ariqqa botirib yerdik-da. Hech qanaqa parazit yoki boshqa umuman kasal bo'lmasdik. Hozir juda ham kasal bo'lish ko'pda. Mana kuzatsak, pririvka deymiz-ku, o'sha bilan yashayapti-da. Unaqa narsalar kam bo'lgan boshqa va tarbiya, menimcha hamma narsa tarbiyaga borib taqalgan deb o'ylayman. Men o'zim pedagogika sohasida ham faoliyat yuraman. Pedagog ta'lim berishi mumkin, tarbiya ham berishi mumkin, lekin baribir o'sha bola tug'ilganidan boshlab pedagogni qo'liga kelgancha ota-onani qaramog'ida bo'ladi-da. Mana internetlarda ham ko'ryapmiz-ku, tadqiqotda bola 5-6 yoshigacha, hattoki 3 yoshigacha bilimini shakllantiradigan payt ekan-da. O'sha balkim qaysidir hududlarda suv ko'proq bo'lgani uchun suv ochiq turgan bo'lishi mumkin. Misol uchun ayrim hududlarda men bolaligimda ko'rganman, cho'lliroq zonalarda, misol uchun qarindoshlarimizniki borganimizda, u yerda doim kranlar yopiq bo'lardi yoki bo'lmasam quduqlarda bo'ladi suv. U yoqlarda ko'proq tejaladi. Misol uchun ayrim hudud soyli, suv ko'p joyga borsak, haqiqatan bolalikda shu suvlar ochilib turardi, boshqa bo'ladi. Lekin boshqa jihatdan misol uchun har qanaqa qishloq, shaharlarga borsangiz, ertalab hovlilar supurilardi. Ko'chalarda deyarli axlat ko'rmas edik. Odamlar axlat tashamas edi. Hattoki yargi gavjum bozor joylarda ham odamlar axlat tashab ketmasdi. Hozirgi holat qanday deb o'ylaysiz? Hozirgi holat endi ayrim joylarda albatta bu tozalikka rioya qilmash holatlari uchraydi. Lekin buni baribir hamma negizi men o'ylaymanki o'sha tarbiyadan, oiladan va keyin undan keyingi maktab, o'rta ta'lim, oliy ta'limga qarab ketadi. Mana hozir Yaponiyani ta'lim jarayonlarini qiziqib ko'rdim oliy ta'limda. Amaliy darslarga juda e'tibor. Bizda ko'proq nazariya bo'lib qoldi-ku oxirgi yillarda. Mana endi hozir boshlandi. O'sha fizikada, boshqa kimyo darslarida, maktablarda ham amaliyot bilan. Ekomadaniyat bo'yicha o'sha yaponlarnikini kuzatib qoldim internetda. Maktab darsliklarida deyarli 90% amaliy dars. Dars hisobidan maktabda o'tirishmas ekan, o'sha bugungi mavzuni topshiriqni oladida, ariqlarga musor tashlamaslik, yoki qanaqadir chiqindini ko'rsa olib qo'yish, yoki mana bu urna, mana bu qog'oz tashlash, mana bu temirga, mana bu mamlaqa narsa degan narsadan amaliy dars sifatida. Balki mana shu boshlangan ishlarni kelajakdagi mashg'ulotlarni ko'rsak, balki bu qarski qo'ldan chiqadi deydi-yu. Lekin so'nggi yillarda men o'zim shaxsan kuzatishim, bu hozir ancha yaxshi tarafga o'zgarish boshlangan. Yaqinda Samarqandga bordim, o'tgan Jizzaxga bordim. Juda ham yaxshi ishlar amalga oshirilmoqda. Men o'zim shaxsan ko'rganimni aytaman. Shaxsan o'zim ham o'sha Ugamchotqon milliy tabiat bog'ida 2 marta tadbirda qatnashib ko'rdim. Haqiqatan o'sha faoliyatida mardonavor, qiyin faoliyat. Hozir mana siz yuqorida Yaponiyani misol qilib keltirdingiz. Yaponiyani o'zi bir alohida mavzu. Dunyo bo'yicha solishtirganda madaniyatda eng yuqori cho'qqisi ana shu mamlakatda. Chunki ular ya'ni bog'cha yoshidan boshlab o'sha bolalarda atrof muhitga bo'lgan mehr va tozalikka rioya qilishni o'rgatishadi. Obidjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Qaysi davlatni o'sha muvaffaqiyatli tajribasini biz o'zimizda qo'llashimiz mumkin? Har bir rivojlanayotgan davlatda baribir sanoat chiqindilari ko'payadi. Xitoy davlatini oladigan bo'lsak yoki Angliyani oladigan bo'lsak, Angliyani o'zi ham rivojlanadigan paytida, chiqindilari ko'payib, sanoat rivojlanib ketgan paytida, o'sha Angliyani o'zi qiynalgan o'sha paytida. Ekologik yonilg'ilarga, ekologik talablarni kuchaytirganligi sababli iqtisodni rivojlantirib, keyin bosqichma-bosqich buni tozalik anaqalariga o'tgan. Xitoydagi ham rivojlanayotgan paytida juda ham ko'mirlardan foydalanish, sanoatini rivojlantirayotgan paytida o'tgan. Hozirgi kunga kelib, bular ham filtrlar qo'yib, sanoatida ekologik elektromobillarga o'tkazish bo'yicha Angliya, Xitoy bu mamlakatlarni misol keltirish mumkin. Koreyada ham shunaqa holatlar bo'lgan. Hozirgi kunga kelib o'zini mavqeiga ega bo'ldi.
Keling endi hozir tizimli yechimlarga to'xtalsak. Bu borada davlatning ishtiroki qanday? Xabaringiz bor, shu yilning 15-mayda davlatimiz rahbari tomonidan aholining madaniyatini yuksaltirish, ya'ni ekologik madaniyatni yuksaltirishga qaratilgan qaror qabul qilindi va 2030-yilgacha aniq reja, vazifalar belgilandi. Xo'p, savol: nega ekomadaniyat davlat darajasidagi ustuvor vazifalarga aylanib bormoqda va nega aynan hozir bunga ko'proq e'tibor berilyapti? Va bu hayotimizni qanday o'zgartiradi? Bu bo'yicha Ekologiya vazirligi tashabbuslarni ilgari surib bordi. Maktablar tashkil qilindi, institutlar tashkil qilindi, institutdan keyingi ta'lim tashkil qilindi. Baribir Ekologiya vazirligi tizimida yoki tizimi atrofida madaniyat shakllanyapti, lekin baribir muhtoj bo'lyaptiki, aholi tarafidan ham yordam bo'lishi. Iqlim o'zgarishi, mana antropogen omillar, kasalliklarning ko'payishi, tabiatga yetkazilgan zararlarni o'zlariga ta'sir qilayotganligini o'zlari sezishmayapti-da. Bilsa ham meni harakatimda hech narsa o'zgarmaydi degan fikr shakllangan odamlar. Ha, shunaqa. Shuning uchun ham muhtaram prezidentimizni 2025-yil 15-mayda ekologik madaniyat konsepsiyasi ishlab chiqildi. Bu 30-yanvardagi 2025-yildagi farmoniga ijrosini ta'minlash maqsadida o'sha qo'yilgan edi. O'shani yechimi sifatida bu ekologik konsepsiya joriy qilindi. Mana 2030-yilgacha konsepsiya mo'ljallangan, to'g'rimi? Ekologik madaniyatni targ'ib qilish, shakllantirish qanday namoyon bo'ladi endi bu yog'iga? Bu qanday vositalar orqali o'lchanadi? Bu konsepsiyada keng qamrovli olingan, har bir davlat tashkilotlari birinchi o'sha bog'chadan boshlangan 3 milliondan oshiq bog'cha ta'limidagi undagi shakllanish ekologik madaniyatda. Undan keyin ta'lim tizimi tashkilotlari, ularga qo'shimcha darslar qo'shilishi va tabiatga olib chiqib bu narsalar ko'rsatilishi haqida berilgan vazifalar va undan keyingisi oliy ta'limdan keyingi tashkilotlar. Oliy ta'lim tashkilotlari har biriga qo'shimcha mana shu madaniyatni rivojlantirish bo'yicha o'quv uslubiy qo'llanmalar, bazasini yangilash va ekologik madaniyatni rivojlantirish bo'yicha qanaqa ishlar keltirilgan bo'lsa, bularning hammasi jamlangan. Bunga faqat oliy ta'limdan boshlabgina emas, ommaviy axborot vositalarini o'zini alohida vazifalari kiritilgan, keyin tashkilotlar tizimi, har bir davlat tashkilotlari, keyin mahalliy organlar tomonidan, masalan, hokimiyat organlariga har biriga bu konsepsiyadan kelib chiqib o'zini dasturlarini ishlab chiqish vazifalari kiritilgan. Bosqichma-bosqich 30-yilgacha bularni har biri sonlarda keltirilgan. Aholini 90%gacha ekologik madaniyatni shakllantirish rejasi maqsad qilib qo'yilgan. Qaror bilan asosan bolalar va o'quvchilarni ham mana shu ekologik madaniyatni shakllantirishda, atrof muhit muhofazasida ularni ham jalb qilishga juda katta urg'u berilgan. Ana shu qaror ijrosini amalga oshirishda siz ham qo'shilishga tayyormisiz, Ilhom aka? Albatta. Misol uchun deylik, shu maktab va bog'chalar bilan ishlashga tayyormisiz? Albatta. Biz hech qachon hech kimdan qizg'anmaymiz. Albatta biz qanaqadir tadbirlarga chaqirilsa, biz albatta o'sha tadbirlarni yoritib, o'zimiz ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga joylab borishga biz tayyormiz. Chunki kichkina bo'lsa ham shu vatanimiz oldida ozgina shuncha hissamiz qo'shsa, biz faqatgina shaxsan men ekofaol, ekobloger sifatida men faqatgina xursand bo'laman. Juda ham to'g'ri metod, mana shu metodni albatta qo'llash kerak. Bu ekskursiya qilib, misol uchun o'sha mana hozir Toshkent shahrida ham tabiat muzeyi bor, misol uchun agar tabiat borasida qilinadigan ishlar bo'lsa, hammalarni ekskursiyaga olib borib, o'sha maktab dasturi asosida bu juda ham to'g'ri yo'l deb bilaman. Men o'zim ham hozir eshitib, haqiqatan hayron, ta'sirlandim. Objon akamiz aytib o'tdilar, o'sha bu dastur shunchaki ishlab chiqilgan emas, bu albatta mutaxassislar tarafdan o'tirib, muhokamaga qo'yilib, o'sha ilmiy tadqiqotlar, chet el tajribalari asosida qilingan dastur. Men o'ylaymanki, bu albatta o'zini natijasini beradi. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi, ya'ni yashil iste'mol, to'g'rimi? Hozir tabiat haqida gapiryapmiz-da. Yashil iste'mol terminini qanday tushunasiz aslida va bunga konkret qanday odatlarni kiritish mumkin? Bu o'sha inson va tabiat o'rtasidagi munosabatdagi eng optimal, eng kelishuvli, ikkalasi ham bir-biriga zarar bermaydigan, o'zi aslida inson tabiat ichidagi birikma-ku, birgamiz-ku. Tabiatdan to'g'ri foydalanishi men yashil iste'mol deb men o'zim shaxsan shunaqa tushunaman. Chiqindilar, anaqalar haqida gaplashdik. Misol uchun men o'zi sayohatlar davomida eng ko'p kuzatgan narsalardan biri, buni albatta gapirib o'tish kerak. Bu hayvonot va o'simlik dunyosi bo'lgan muammolar. Hamma deya olmaymiz, albatta ayrim o'sha insonlarda
o'sha hayvonot dunyosiga bo'lgan beshafqatlik, ularni yoki bo'lmasa o'sha brakonyerlik deymiz, ovdan noto'g'ri foydalanish holatlari juda ham ko'p oxirida fojiaviy holatlarga olib keladi. Chunki o'sha bilamiz, oziq zanjir deb maktabda o'tilardi. Inson o'sha oziq zanjir ichidagi bir individda endi inson. Hozir men yaqinda bir hujjatli film ko'rdim. Hindiston katastrofasi degan hujjatli film tayyorlashgan ekan o'sha havaskor anaqalar. Hindistondagi ekologik fojia yuzaga kelgandan keyin kasalliklarni avj olib ketishi, mana shu ekologiyani o'sha tizimni buzilib ketishi natijasida insonlarning kasallikka uchrashligi, hattoki bizni bo'lib bilmagan holatda hayvonot dunyosi bilan bog'liq ekanligi, o'sha suv zaxiralari bilan bog'liq ekanligi, suvdagi baliqlarning yo'q bo'lib ketish natijasida o'sha bezgak tashuvchi pashshalarning lichinkalari ko'payib, insonlarni chaqib tashlayotganligi, misol uchun haqida juda ham chiroyli yoritib bergan. Mana shu narsani yashil iste'mol, ya'ni tabiatdan to'g'ri oqilona foydalanish deb men shaxsan shunaqa tushunaman. Mana shu ekologik fojialarni oldini olishda albatta birinchi navbatda ilm-fanni rivojlantirish kerak bu borada. Mana endi ekolog olimlar hamjamiyati ham tashkil etiladi. Bu ilm-fan va yoshlar uchun qanday yordam beradi? Ekolog olimlar jamiyati tashkil etilib, ekologiya sohasidagi olimlarni bir-birini fikrini almashtirish, ularni xorijiy stajirovkalarga yuborish masalalari ko'rilgan. Har bir ekologik muammoga ilmiy yondashuvga muhtoj hisoblanadi. Mana ilmiy tadqiqot institutida faoliyat olib borayotganligimdan ekologik muammolarni haqiqatan ham ko'pligi, bularga har biriga ilmiy yondashuv orqali yechim topilayotganligini ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Shu konsepsiya doirasida olimlarni birlashtirib, bularni yanada kengroq, qamrovli amalga oshirsa, o'z natijasini albatta beradi. Ekologik madaniyatni shakllantirishda mening fikrimcha bu birinchi navbatda insonlarni daxldorligi, ya'ni ishtirokini ta'minlash orqali bu madaniyatga erishishimiz mumkin. Qachonki odam o'zini ishtirokini sezsa, u albatta o'zini harakatini va yondashuvini namoyon etadi. Yaxshi yangilik bor. Shu yilning 1-dekabridan boshlab endi O'zbekistonda ham o'sha ekologiya bo'yicha atrof muhitga oid bo'lgan ma'lumotlarni ochiq olish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni shu prezident qarorida belgilangan Orhus konvensiyasiga O'zbekiston ham adashmasam 15-martdan a'zo bo'ldi, qo'shildi va o'sha konvensiyani majburiyatlarini bajarishni bo'yniga oldi. Ulardan biri asosiysi bu shaffoflikni ta'minlash, insonlarning ishtirokini biror bir ekologik qaror qabul qilishda ularni ham jalb etish va ishtirokini ta'minlashni nazarda tutadi. Bu konvensiya o'zi, men hozir qisqacha qilib aytib o'tdim, o'zi nima, mohiyati nima va bu deylik oddiy fuqaro uchun ahamiyati qanday? Konstitutsiyada ham kiritildi. Har bir fuqaro ekologik sharoitdan aniq ma'lumotni olish huquqiga ega deb. Oldin ekologik madaniyat bo'yicha bizda hozir konvensiyalar qabul qilingan bo'lsa, u davlatlarda oldindan qabul qilingan va u natija bergan. Shuning uchun o'sha davlatlarni konvensiyalari bilan hamkorlikda ishlash nazarda tutilgan. Endi mana hozir o'zbekistonliklar ham haqiqatan ham ekologik qarorlar qabul qilishda ishtirok etadimi shunda? Bu qanday namoyon bo'ladi? Bu bo'yicha xabardor qilinadi. Ekologik qarorlarni qabul qilishda o'zini fikrlarini bildiradi. Yo to'g'ri yoki noto'g'riligi to'g'risida shaffof tizim tashkil qilinadi. Ilhom aka, siz ish faoliyatingiz davomida hukumat bilan ishlash tajribangiz bo'lganmi? Ekologiya vazirligi huzuridagi Urganch Otqon milliy tabiati xodimlari bilan biotexnik tadbirlarda hamda o'sha kuzgi va bahorgi sanoqlarda ishtirok etdim. Ish jarayonlarini, ularning mashaqqatlarini ko'rdim va yoritdim buni. Ijtimoiy tarmoqlarda ham o'sha yoritib va insonlarda o'sha izohlarda juda ham ko'p pozitiv deymiz-ku, yaxshi bir izohlar qoldirishdi. Haqiqatan bu xodimlarni tabiatga qilayotgan ishlarini, mashaqqatliligini, misol uchun yelkasiga o'sha katta bir qopda bir bug'doyi ko'tarib, dengiz sathidan 2000 metr balandlikgacha ko'tarib xodimlar olib chiqishadi-da. O'sha qishda hayvonlarni oziqa topa olmay qiynalmasliklari uchun aynan qishda qatnashib keldim, misol uchun. Shaxsan o'zim ham kutmagandim bunaqa qiyinligini. Bu juda ham sharafli va o'ta mashaqqatli kasbligini. O'sha Urganch Otqon milliy tabiat bog' xodimlari juda ko'p soyli hududlarga kirib, o'sha hayvonlarni oziqa bilan ta'minlash biotexnik tadbirda qatnashib keldim. Undan keyin kuzgi va bahorgi hayvonlarning sanog'i, o'sha bioxilma-xillikni ta'minlash, o'simlik dunyosini o'rganish, o'sha hayvonlarning populyatsiyasi qanaqa ketyapti, qaysi hayvonlar ko'paygan, hattoki o'sha kuzda borib fotoqopqon qo'yish jarayonida qatnashib va uni bahorda fotoqopqonni olib
va uning ichida nechta hayvonlar fotoqopqonga tushganligi va ularni o'sha yerdagi maxsus ilmiy xodimlar o'rganib qanaqa bir natijalarga erishganini o'zim qatnashib keldim. Ko'rib va uni analizida ham qatnashdim. Natija yaxshi tarafga bo'lganini o'sha aynan o'sha ilmiy xodimlar bilan birga kuzatdik. Endi bu yerda juda xursand bo'ldik. Shaxsan men ham, ular ham o'sha Qizil kitobga kiritilgan qor qoplonini biz kutmagan, ya'ni o'sha yaqin hududlarda ko'payganligini ko'rdik. Ya'ni mana shu 3-4 yil, 5-6 yil oralig'ida hayvonlarni ko'payganligi, ya'ni bu o'sha qilinayotgan ishlarni samarasini men shaxsan ko'rdim. Misol uchun buni ko'zi bilan ko'rmagan odam ishonmaydi-da. Hamma yoq qirilib ketgan, otib tashlashgan, u deb o'ylashadi. Lekin shaxsan men o'zim borib, buni ijtimoiy tarmoqda ham yoritdim. O'sha odamlar juda ham hayron qolishdi. Nahotki Toshkent viloyatining tog'ida shunaqa hayvonlar, Sibir tog' echkilari xususan ko'p bo'lishi mumkinligi yoki Tianshan qo'ng'ir ayg'ini shunchalik yaxshi populyatsiyasi rivojlanganligini odamlar ham ta'kidlab o'tishdi-da bu narsani. Men shu davlat idoralarida shunaqa ozgina hamkorlikda ishtirok etdim. Mana hozir biz aytyapmiz yangi konvensiya vositasida endi siz, biz hammamiz mana shu qandaydir bir ekologik qarorlar qabul qilinganda ishtirok etishimiz va o'z munosabatimizni bildirishimiz mumkin va yoki nazorat nuqtai nazaridan, ya'ni nazorat qilish imkoniyatimiz ham paydo bo'ladi. Siz shaxsan o'zingiz qanday taklif va mulohazalaringiz bor, ya'ni kuzatuvlaringizdan kelib chiqqanda? Endi misol uchun men juda ham ko'p hujjatli filmlar ko'raman, o'zim shaxsan qiziqqanim uchun. Misol uchun Xitoyda o'sha hayvonot dunyosini saqlab qolish borasidagi ko'rdim loyihani, bitta provinsiyada buni amalga oshirishgan ekan. Misol uchun bilamizki, Xitoyda ular maqol bor, uchadigan narsalardan samolyot yemaymiz, yuradigan narsalardan stol yemaymiz deydi. Ular juda ham shu hayvonot dunyosini iste'mol qilishadi-ku, tanlamaydi. Va keskin tarzda ularning aholi o'sish soni ham bor va juda ham keskin tarzda hayvonlarning kamayib ketishi kuzatilganda, ularda misol uchun bir shunday loyiha taklif qilingan ekan. Bu qanday loyiha desa, xususiy xo'jaliklar, misol uchun bizda baliq xo'jaliklari bor, ularda misol uchun timsoh xo'jaligi endi kulgili bo'lsa ham albatta bu ilm, buni aytib o'tish kerak, ular yaratgan uslub. Qurbaqa xo'jaligi, chigirtka xo'jaligi va hokazo insonlarga yer va o'sha suv resurslarini va o'sha ma'lum bir qanaqadir kam foizli kreditlar yoki bo'lmasa imtiyozlar berishganda, misol uchun marhamat, mana Ilhomsan, timsoh ko'paytirganda sot restoranlarga, boshqaga-da, lekin 10% timsohingni daryoga qo'yib yuborasan. Shartimiz shu. Nima deysan? Ajoyib. Endi ma'lum bir o'sha provinsiyadagi davlat tashkiloti o'zi shuncha timsohni boqish uchun nechtadir odam jalb qiladi, boshqa qiladi, pul sarflash kerakmi? Misol uchun shaxsiy o'sha qanaqadir insonda puli bor, tadbirkorda. Ham tadbirkor foyda ko'rgan, ham hayvonot dunyosini asrab qolish. Qurbaqa bormi, boshqa bormi? Shuni asrab qolish. Va ular o'sha 10% yoki kelishilgan 7, 8 yoki 15% hayvonini misol uchun daryoga qo'yib yuboradi baliq. Shu asnosida ma'lum bir provinsiyalardagi hayvonot dunyosini saqlab qolishgan va bu yana ham yaxshi natija bergan. Bu ham bitta taklif, qaysidir hayvonlarni saqlab qolish bo'yicha. Yoki bo'lmasa o'sha Germaniyada bir oilani kuzatdim, o'sha GES qurilganda bir joyga, farel deymiz-ku, turli baliqlar ular tog' hududlarga borib o'ldiriq qo'yish jarayoni bo'ladi. GES qurganda o'sha GES suvi bosib qo'ygan va millionlab baliqlar kelib tepaga chiqib o'sha o'ldirib qo'ya olmaydi, o'sha yerda o'la boshlagan. Va shuni ham o'sha xususiy ular davlatga o'zlarining anaqasi bilan chiqqan, biz moliyalashtiramiz, faqat ozgina bizga yordam bersanglar, o'sha yonidan biz yo'l ochamiz. Tepaga chiqqandan keyin biz u yoqqa basseyn quramiz, misol uchun baliqlarni o'zimiz sun'iy ravishda urishtiramiz, o'ldiriklarni olib qolamiz. Baliq nobud bo'ladi-ku, farellar, o'sha lososlar. Biz uni ruxsat bersanglar, o'zimizni iqtisodiy sarflanmalarimizni qoplash uchun o'sha baliqlarning go'shtini biz sotamiz. Chirib ketmasdan oldin. Nima deysizlar deb ajoyib taklif bergan. Bu taklif keyin o'sha amalda qo'llanib ko'rilgan va juda ham yaxshi effektini bergan. Endi bunaqa menimcha uslublar dunyoda ko'p. Albatta buni tashkilotlarimiz o'rganib chiqqan, buni bilaman. Endi men shunchaki taklif sifatida beryapsiz. Aytib o'tdim. Bu borada O'zbekistonda o'zi qanday holat, Objon aka? Bu borada qo'riqxonalar tashkil qilingan, pitomniklar tashkil qilingan. Men o'zim har yili pitomniklarga boraman. Davlat nazorati tomonidan pitomniklar tashkil qilingan. Jayronlarni ko'paytiradigan pitomniklar bor. Lekin bular xususiy sektorda emas. Yo'q, vazirlik huzurida va qo'riqxonalar ham ekologiya vazirlik huzurida jayronlarni ko'paytirib populyatsiyasini ko'paytiradi va tashqariga ma'lum qismini tashqariga qo'yib yuboradi. Keyin Buxoro Xonguli bug'ulari bor. Bug'ularni ham mana shu qo'riqxonalarda ko'payishini nazorat qiladi, qo'riqxonalarda sanog'ini olib boradi, qish payti ozuqalarini yetkazib beriladi. Yana Arabiston bilan birgalikda bajarilayotgan tadqiqot ishlari bor. Qush turlari bor. O'sha qush turlarini ko'paytirib tashqariga qo'yib yuboriladi.
har xil ishlar o'sha amalga oshirilyapti bular bo'yicha. Xususiylashtirish nazarda tutilmayapti. Xususiylashtirish kamroq. Bor shaxsiy joylar bor, o'zlari ko'paytirib tashkilotlar bor. Balkim keyinchalik bu narsa yo'lga qo'yilar. Yo'lga qo'yilishi. Mana hozir konvensiyaga yana to'xtaladigan bo'lsak, shaffoflik nima deb o'ylaysiz? Ayrim hollarda harakatsizlik, ya'ni o'sha qog'ozda qolib ketgan, amalda emas, balki qog'ozda qolib ketgan vazifalar yoki hattoki o'sha korrupsiyani aniqlashda, fosh etishda samarali bo'lishi mumkinmi? Shaffof mexanizm yo'lga qo'yilgandan keyin. Shaffof mexanizm yo'lga qo'yilgandan keyin albatta bu samarasini beradi. Bu oddiy qog'ozda qolib ketadigan hujjat emas. Bularni hammasini nazoratga olinadi. Ekologiyaga oid korrupsiyalarni oldini olish o'zi har bir tashkilotda o'zida bo'limlari bor, tashkil qilingan o'sha korrupsiya bo'yicha. Bular ham o'zlari nazoratda turibdi. Korrupsiyani nazarda tutadigan bo'lsak. Suhbatimizga ham ajratilgan vaqt nihoyasiga yetyapti. Suhbatimiz so'ngida keling, qisqacha blitz so'rov o'tkazsak, men savol beraman, qisqa savol va tez javob kutib qolaman. Sevimli daraxtingiz qaysi va nima uchun? Sevimli daraxtim tut daraxti. Juda ham ko'p yashaydi va mevasi juda ham quvvatli. Rahmat. Uyingizda qaysi chiqindini saralaysiz? Shisha. Alohida. Shisha. Faqat shishani. Yo'q, faqat shisha emas. Endi bilish deganingizga birinchi shisha ayolim keldi. Chunki shisha o'sha temirli narsalarni ko'pincha ajratishga harakat qilaman. Chunki o'sha maxsus joyga olib borganingizda ham bari aralashib ketishi, boshqa holatlari bo'lishi mumkin. So'nggi paytlarda davomiy bo'lib qolgan eko-odatingiz? Daraxt ekish. Men bu yil 170 ta daraxt, mevali gilos daraxt ekdim. O'zingizni shaxsiy hududingizda? Hududimizda. Yaxshi. Hali ham voz kecha olmaydigan zararli odatingiz? Dangasalik bo'lsa kerak. Aha. Eko-targ'ibot bo'yicha dars bersangiz, nimani o'rgatgan bo'lar edingiz? IT sohasiga yo'naltirardim. Saytlarni ochganda ekologik muammolar va yechimlari haqida qisqa ma'lumot qo'yib ketishini. Bugungi kunning eng aktual sohalardan biri, to'g'ri. Rahmat suhbat uchun, qiziqarli ma'lumot uchun rahmat deb qolamiz. Bilingki, ekologiya bu ertangi kun emas, bu bugungi tanlovimiz demakdir. Kamroq gapirib, ko'proq yashil odatlarni shakllantiraylik. Keyingi yashil suhbatda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.